Abortdan keyin qanday asoratlar kuzatilishi mumkin? Abortdan keyingi asoratlar ikkiga bo'linadi. Bu erta asoratlar hamda kech asoratlar. Erta asoratlarga bu bachadonni teshirishi, bachadondan qon ketish, bachadonda qon yoki homila qoldiqlari qolib ketishi, mitrit, endometrit, hatto sepsis ham bo'lishi mumkin yoki kuchli qon ketishlardan keyin bachadonni olib tashlash, ya'ni amputatsiyasi bo'lishi mumkin. Kech asoratlarga esa bular homila yo'ldoshning qoldiqlaridan platsental poliplar paydo bo'lishi, bachadon ichida sinehiyalar, ya'ni spaykalar paydo bo'lishi hamda undan tashqari bepushtlik ham kuzatilishi mumkin. Shuning uchun sizda shunday asoratlar bo'lmasin desangiz, birinchi navbatda istalmagan homiladorlikdan saqlanishni tavsiya qilaman. Shunday lekin holatlar bo'ladiki, siz homilani rejalashtirdingiz, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra homila rivojlanmay qoldi. Bunda ham birinchi navbatda medikamentoz abort tavsiya qilinadi. Lekin medikamentoz abort agar sizga ta'sir qilmasa yoki albatta muvaffaqiyatli bo'lmasa, bunda ham instrumental abort qilinishi mumkin. Lekin agar instrumental abort qilsangiz, sizga maslahatim birinchi navbatda statsionar sharoitda qilish, ikkinchi navbatda kerakli analizlarni qilingan holatda va uchinchidan malakali shifokorda qilishingizni tavsiya qilaman. Lekin umuman aytganda abortga qarshiman. Sizdachi man sanab o'tgan asoratlarni qaysi biri bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring.